Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Barchangizga xayrli kech. Bugun siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak tabriklayman. 5 kun davomida siz bilan bilimli olishga tayyormiz. Ya'ni qanaqa bilim, xabardor emasman deyotganlar ham bo'lishi mumkin. Bugun biz Lady Coachingga start beramiz va siz bilan 5 kun davomida dietologiya, endokrinologiya, kosmetologiya, psixologiya va ginekologiya, undan tashqari vizajistdan darslar olamiz va shu kanalni kuzatayotgan bo'lsangiz, bularning barchasi o'zingiz uchun maxsus bepul tarzda taqdim etiladi. Nimaga bu coachingga start berdim bilasizmi? Juda ko'pchilik ortiqcha vazndan qiynalganda faqatgina bitta mutaxassisga murojaat qila olishi mumkin xolos. Kompleksli barcha mutaxassis bilan ishlashda ko'pchilikning imkoniyat doirasi yo'kida hafsalasi yetmaydi. Mana shularni oldini olish uchun men Dietog Dili Asidinovna 7 yildan beri dietologiya sohasida ishlayotgan bo'lsam, shunaqa coachinglar, challengelar juda ko'p o'tkazib kelaman va navbatdagisi Ro'za Ramazon oyida to'g'ri keldi. Va shuning uchun ushbu birinchi video darslikni o'zim boshlashga qaror qildim. Bu coachingga bosh sifatida o'zimni bilsam, demak sizga birinchi o'rinda dietologik bilimlarni berishim kerak va undan keyin biz endokrinologik, ya'ni vaznimizga ta'sir qiluvchi 3-4 xil gormonlarni tekshirish, keyin kosmetologik, ya'ni yuzimizni holatini ozish davomiyligida yoki semirmoqchi bo'lsak, yoki o'zimiz norma vazndamiz, yuzimizdagi muammolar tufayli kosmetolog darslari va ginekologik, ya'ni semirishdan yoki o'zib ketishdan yoki gormonal o'zgarishdan ko'pchilik homilador bo'la olmasligi mumkin. Aynan ayollar uchun e'tiborman. Ko'pchilik hayzi kelmaydi. Hayzi kelsa ham og'riqli kelishi mumkin. Yana bir qancha ginekologik muammolar bor va ginekologimiz bundan bilimlar beradilar. Keyingisi psixologik, stressga tushmasdan yashamaydigan insonlar bo'lmasa kerak va ushbu stressdan qanday chiqib ketishimiz, stressli holatlarda bizni gormonlarimiz qanaqa bo'lishi, qanaqa o'zimizni tutishimiz, bular haqida psixologimiz dars beradi va oxirgisi albatta vizajist, ya'ni hammasi cho'tki bo'lsa, qomatimiz chiroyli bo'lsa, yuzimiz chiroyli tayyorlangan bo'lsa-yu, lekin albatta makiyaj qilishni bilmasa agar, bizda yana kamchiliklar kuzatiladi. O'zimizdan ko'nglimiz to'lmaydi. O'zim misolimda aytaman, makiyaj qilmasdan agar ko'chaga chiqsam agar, samaratenkam o'sha kuni juda ham past bo'ladi. Xuddi hamma menga qaraganday. Shuning uchun bonus tariqasida biz 6-kunga vizajist darslarini ham qo'shib qo'ydik va bularni barchasi siz bizni kuzatayotgan bo'lsangiz, siz uchun bo'ladi. Bugun birinchi darsning mavzusi semirishning asosiy sabablari va ilk qadamni nimadan boshlash. Yopiq Telegram kanalimizda agar siz bo'lsangiz, men sizga mana shu video ostida 3 xil menyu taqdim etaman. Birinchi menyumiz Ro'za Ramazon oyi bo'lgani uchun Ramazonga oid ro'za menyusi, ya'ni foydali iftorlik va saharlik menyusi, suvni to'g'ri taqsimlash bonus darsligi bor. Buni eshitib chiqing agar siz ro'zador bo'lsangiz. Keyingisi ro'za tutmaydigan, masalan, emizikli, menga o'xshagan homilador yoki sog'ligida muammosi, qandli diabet bilan kurashadigan juda ko'pchilik insonlar, o't qopi yo'q insonlar, umuman ochlikka chidolmaydigan organizmlar uchun 3 mahallik ratsionni, to'g'ri ovqatlanish tartibi olib borilgan ratsionni kiritib qo'yganman. Uni eshitib, suv normasi, ratsion qanday tanlanishi, bularni ham to'liq bilib olsangiz bo'ladi. Va 3-menyumiz ro'za ham tutadi, lekin tanasini tezroq tozalamoqchi bo'lganlar uchun, ro'za tutmaydi, lekin tanasini tezroq tozalamoqchi bo'lganlar uchun detoks menyulari berilgan. Foydali, uy sharoiti oson va arzon tayyorlanadigan. Bularni 3 xil menyuni o'zingizga mosini tanlab olasiz. Agar siz 3 xil menyudan qaysi bir sizga to'g'ri kelsa, 5 kun mana shu coachingimizda siz kamida 3 kilodan 5 kilogacha vazn yo'qotasiz. To'g'ri mashq qilish, to'g'ri suv ichish, to'g'ri pitaniyani tanlash, bular haqida men audio zapislarimda yana qo'shimcha ma'lumotlar beraman va mashq qilishda nafasni to'g'ri olish darsi fitness trener tomonidan bonusiga ham beriladi. Endi dietologik darsimizning birinchi qismiga o'tamiz. Semirishning asosiy sabablari. Hamma biladi, juda ham ko'pchilik bu haqida ma'lumotga ega, lekin eshita turib qunt qila olmaydiganlar uchun biz sababni topsak, muammoni ildizini tezroq yecha olamiz va muammodan qutulishimiz mumkin. Ya'ni semirishning asosiy sababini bilgan inson to'g'ri harakat qilishni biladi. Qanday deyishingiz mumkin? Masalan, sizni qachon ideal deb bilgan vazninizda bo'lgan holatingizni eslashingiz muhim. Masalan, 18 yoshda bo'lganmi, 20 yoshdami, ya'ni turmushga chiqishingizdan oldinroqmi, yoki turmush qurib farzandli bo'lishingizdan oldinroqmi, homiladorlik davridami, homiladorlikdan keyin semirganmisiz, qaysi muddatda sizni tana vazni semirish
bosqichiga yetib keldi. Mana shu muddat bilan ko'proq ishlash kerak. O'zbekiston sharoitida ayollarni kuzatib aytamanki, bizda hamma faktorlar bitada ishlaydi. Ya'ni biz azaldan noto'g'ri ovqatlanamiz, lekin yosh organizm bo'lgani uchun va bizda harakatlar ko'p bo'lgani uchun, yoshligimizda harakat ko'p bo'lgani uchun bizni semirmaymiz, lekin noto'g'ri ovqatlanish odatimiz qoladi. Va keyin ijtimoiy muammolar bizda ko'p, stressimiz ko'p. Demak, ketdik, noto'g'ri ovqatlandik, stressimiz ko'p. Masalan, turmushga chiqdik yokida farzandli bo'ldik, bularning hammasi ijtimoiy muammolarning bir qismi bo'ladi. Siz yaxshi uxlamaysiz, siz muhit o'zgartirasiz turmushga chiqqandan keyin. Yokida umuman qaysidir muammoni ham juda katta qilib, hatto serial ko'rsak ham, oddiy qilib aytaman, serialning ichida biz yashaymiz. Qahramon bilan birga kulamiz, birga yig'laymiz va uni fikrlarini undan keyin nima bo'lishiga doim o'ylab yuramiz va afsuski bu ham bizni stressimizga qaysidir ma'noda ta'sir qiladi. Emotsiyalarimiz bilan o'ynagani uchun. Bizni atrofimizda shunaqa stressli vaziyatlar ko'p ekan, demak ketdik bizda ikkinchi muammo stress. Uchinchi muammo gormonal o'zgarish. Ya'ni siz tug'ruqdan keyin, homiladorlik davrida, aynan turmushga chiqqandan keyin yokida yoshlikdan tanamizda qalqonsimon bezimiz, mana shu yerimizdagi kichkinagina qalqonsimon bezimiz bizni tanamizga kerakli bo'lgan, aynan hazm uchun yordam beradigan juda ko'p gormonlarni bergani uchun ham mana shu qalqonsimon bezning ozuqasi bor, yod moddasi. Mana shu yod moddasi yetishmovchiligidan bizda yoshligimizdan gormonal o'zgarishga tayyorgarlik keladi. Boshida qalqonsimon bezning zaxirasi yaxshi ishlaydi, lekin 20-25, aynan 30 yoshdan keyin bu narsa kuchayib ketadi. Mana shu qalqonsimon bezimizni ozuqasini vaqtida bermaganimiz uchun nimaga bolalarga yod preparatlarini me'yorida dozada berib borish kerak deymiz? Chunki ozuqa zaxirasini uzoq muddat saqlashimiz uchun. Lekin bizda men hali juda kam eshitdim, 1 yil davomida yod preparatini profilaktik dozada ichib yuradigan insonni, hatto o'zim ham bu narsaga qilmayman ba'zida. Mana shu holatlardan keyin bizda qalqonsimon bezimiz hazm uchun yordam beradigan, bizni o'sha oziq-ovqat, masalan siz bir tarelka osh yedingiz, uni ichida nima bor bilasizmi? Biz asosiy oziq-ovqatni tarkibini 3 ga bo'lamiz. Oqsil, yog' va uglevod. Kletchatka, vitaminlar, minerallar bular keyingi o'rinda. Mana shu 3 ta oqsil, yod va uglevodlar, yog' va uglevodlarimizni tanamizga singishi, parchalanishi va uni kaloriya bo'lib yoqilishi uchun kerakli bo'lgan gormonlarni bizani qalqonsimon bezimiz beradi va buning tezligi metabolizm deyiladi. Mana metabolizm sekindi, ichim yaxshi kelmaydi, hazmim yaxshi emas deydi ko'pchilik. Lekin aslida metabolizm nimaligini bilmaydiganlar uchun aytibman. Siz bir tarelka osh yeyishingizni ichkariga kirib, uni tarkibidagi o'sha 3 ta muhim minerallarni parchalanib tanaga so'rilib, energiya sarfi bo'lib, ortiqchasi tashqariga chiqqungacha vaqt, kimdadir yarim soat, kimdadir 40 minut, kimdadir 1 soat, 2 soat, har xil bo'lishi mumkin. Mana shu vaqt metabolizm deyiladi va qalqonsimon bezimiz mana shu metabolizmga kerakli bo'lgan gormonlarni bergani uchun ham uning boshqaruvchisi hisoblanadi. Xuddi boshida toj kiyadigan qirolicha kabi. Kichkinagina bu bezning faoliyati bizni tanamizda mana shu metabolizmga ta'sir qilgani uchun ham, qolgan vitaminlar, minerallarimizni so'rilishini nazorat qilgani uchun ham, afsuski qalqonsimon bezdagi muammolar ham ovqatimiz yaxshi hazm bo'lmasligi va semirishimizga sababchi bo'lishi mumkin. Mana bu gormonal o'zgarishning eng katta asosi hisoblanadi. Qalqonsimon bez faoliyati juda ko'pchilik e'tiborga olmaydigan va shunchaki o'tkazib yuboradigan faoliyat. Lekin siz parhez qilsangiz ham, agar sizda qalqonsimon bez bilan bog'liq muammo bo'lsa, buni bilingki, albatta davolash kerak. Davolashda ham siz profilaktik chorani qilsangiz bo'ladi, uy sharoitida qilsangiz ham bo'ladi. Uning uchun shart emas больницаga borib yotish yoki nimadir qilish yoki shart emas 3-4 millionga nimadirlar sotib olish. Oson usulda buni inshaalloh endokrinologimiz ertangi darsda o'rgatadilar. Qalqonsimon bezimiz faoliyati semirishimizga sababchi bo'ladigan, ya'ni faoliyat susaygandan keyin semirishga sababchi bo'ladigan holatlarni keltirsa, biz parhez qilayotganimizda ham vaznimiz qotib qolishi mumkin. Agar siz buni bilmoqchi bo'lsangiz, parhezingizni butun boshli 15 kuniga e'tiborli bo'ling va 15 kunda sizda ozish jarayoni 1-2 kilodan ko'proq bo'lsa, demak sizda hammasi normal. Lekin bu 1-2 kilodan kamroq bo'lsa, demak sizda qalqonsimon bez bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Bu bir. Ya'ni men bittasini aytaman. Ikkinchi muammo bu oshqozon osti bezimizdagi yana bitta gormon, insulin gormonini ko'tarilib ketishi. Ya'ni bizda insulin gormoni ko'tarilishini juda ko'p dietologlardan eshitamiz, lekin qanday ko'tariladi o'zi? Nima u insulinga sezuvchanlikning pasayishi o'zi? Nima desangiz, men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Masalan, bizning oziq-ovqatimiz
Bu siz qaysidir davlatga uchib ketadigan samolyotga o'xshaydi. Tasavvur qiling, siz samolyotga mindingiz. Samolyotga mindingiz va ketyapsiz. Qaysidir davlatga tushishingiz kerak va sizga o'sha davlat vakillari va'da bergan, sizni kutib olishgan samolyotdan. Va siz samolyot qo'nadi. Samolyot qo'ngandan keyin sizni bortdan kuzatib, kutib oladigan inson kelishi kerak. Insulin gormoni oziq-ovqatdagi shakar deymiz. Biz osh yesak ham uni tarkibida shakar bor. Non yesak ham shakar bor. Kechirasiz, hamma narsada shakar, uglevodlar bor. Faqatgina suvdan tashqari. Qaysidir ma'noda kimdadir qaysidir mahsulotda juda ko'p, qaysidir mahsulotda juda ham kam shakar bor. Masalan, olmadagi shakar nondagi shakardan anchayin kamroq. Va tez va sekin shakarlar bor. Ya'ni tez, sekin uglevodlar. Umuman barchasini shakar deb olsak, uglevod deb olsak, siz o'sha samolyot bortidan tushayotganingizda, samolyot zinasidan tushib, sizni kutib oladigan inson chiqishi, o'sha kutib oladigan inson bu insulin hisoblanadi. Sizni qo'lingizdan tutib, sekingina kerakli joyga olib borib qo'yadigan. Ya'ni oziq-ovqatdagi shakarni qo'lidan tutib hujayraga kirishiga yordam beradigan gormon bu insulin gormoni hisoblanadi. Insulin gormonining o'zgarishi qachon bo'ladi? Qachon siz ko'p inson bilan samolyotga mindingiz, kutib oladigan insonlar kam. Ya'ni siz ko'p shakar iste'mol qilasiz, organizm sizga beradigan insulinni boshida kam bo'lsa. Keyin nima qiladi organizm? Organizm kuchli reaksiya bildiradida, sizga juda ko'p kutib oladigan insonni tashlaydi. Ya'ni juda ko'p insulinni beradi. Xo'p, masalan, men samolyot bortiga 100 ta inson bilan minsam, organizm tayyorlab qo'ygan 50 ta kuzatuvchi insulin, kuzatuvchi o'sha bortdan kutib oluvchi insulin yetmaydi. Bizga yana 50 ta kerak, chunki 100 taga 100 ta insulin ketadi. Endi organizm nima qiladi? Ortiqchasi bilan beradi. Ya'ni 100 ta emas, 120 ta beradi. Chunki organizmda bitta narsa bor, bu davomiy shakar yeyaptimi, demak ozginadan keyin yana shakar yeydi, shuni hisobiga zaxirasini ko'proq insulin bilan to'ldiradi. Va afsuski, insulin ko'p ishlab chiqarilgandan boyagi hujayra, o'sha biz bortdan bizani kutib olib, boyagi kerakli joyga olib kirish kerak, ham maxsus joyga. O'sha maxsus joyimiz hujayra deb olsak, mana shu ko'p insulin kirgani sari hujayra uni sezmaydi, tanimaydi. Mana shu insulinga rezistentlik deyiladi va organizmni hujayra insulinga nisbatan sezuvchanligini pasayib ketgani hisobiga ham biz vazn olishimiz mumkin. Insulin nimadan ko'tariladi deb savol berganlar juda ko'p va bugun siz buni bilib olasiz. Insulin bizni iste'molimizda qancha ko'p tez uglevodlar bo'lsa, organizm uni hujayraga kirishga ulgurolmay qolsa, shunga nisbatan insulinimiz hujayraga nisbatan sezuvchanligini yo'qotadi. Va afsuski, bu hozirgi zamonda juda ko'pchilikda uchraydi. Insulinni ko'taradigan sabablar. Men bitta sanayman. Aslida juda ham tez ovqatlanadigan, og'zida har doim nimadir bor. Xuddi bolachalar bilamiz, yarim soat, 1 soatda har zamonda nimadirlar. Hattoki oddiy semichka ham yarim soat, 1 soat davomida chaqishimizni o'zi ham insulinni juda tez ko'tarishi mumkin. Hozirgi zamonda bu kasallik endi chiqdi. 2021, 22, 23 mana shu oralig'ida chiqdi. Lekin bu kasallik hozir tez tarqaldi. Xuddi qandli diabetday va afsuski, insulinni ko'tarilgani bora qandli diabetni keltirib chiqaradi. Men ko'rdim, insulinni ko'tarilgani 18, 19, 20 yoshdagi qizlarda ham juda ham ko'p. Sababi tez ovqatlanadigan, harakati kam bo'lgan, kam suv ichadigan, undan tashqari shirinlikni haddan tashqari iste'mol qiladigan insonlarda insulin darajasi juda ham tez ko'tarilishi mumkin va insulin darajasini doimiy ko'tarilgan insonlarga ham 6, 7 yoki 5 mahallik pitaniyalarni iloji boricha qilmaslik tavsiya qilinadi. Oraliq masofa, oziq-ovqatiga oraliq masofa qancha uzoq bo'lsa, insulin darajasini biz shunchalar tushirib, hujayraga nisbatan sezuvchanligini oshirishimiz, refleksni qayta uyg'otishimiz mumkin. Buning uchun siz nonushta, obed va kechki ujin oraliqda 5-6 soat ovqatlanmasligingiz, faqatgina suv ichishingiz mumkin. Chunki insulinni ko'tarilmaydigan mahsulotlar, bular suv va ayrim bir mahsulotlar hisoblanadi xolos. Aslida organizmimiz hamma mahsulot uchun suvdan tashqari juda kam miqdorda bo'lsa ham insulin beradi. Kimdadir bu qaysidir mahsulotda ko'p, qaysidir mahsulotda bu kamroq bo'lishi mumkin. Hattoki bitta mayiz iste'mol qilinganda, ovqat ta'mi ko'rganda ham insulin ko'tarilishi ehtimoli yuqori. Shu uchun insulin darajasini sezuvchanligini oshiruvchi mahsulotlarni ratsioningizga kiritsangiz bo'ladi. Bu masalan ko'k choy, olma sirkasi,
qora sedana, undan tashqari xrom, inazitol kabi bad mahsulotlar bor, lekin bularni shifokor ko'rsatmasi bilangina iste'mol qilish kerak. Men bugun sizga qaysidir badni tavsiya qila olmayman, chunki sizlar ko'psizlar. Men esa bir o'zimman. Shuning uchun ommaviy ma'lumot berishimga iloji boricha harakat qilaman. Shu uchun agar sizda insulin darajasi baland bo'lsa, iloji boricha 3 mahallik pitani, 3-4 mahallik pitani tanlashingiz va ratsioningizda ko'k choyni, ko'k choyni, qora sedana yog'ini, undan tashqari karom mahsulotlarini, ko'katlarni ko'proq kiritishingiz sizning insulin darajangizni osongina tushirib beradi. Buning uchun qaysidir dori preparatlarga murojaat qilishdan oldin odatiy hayot tarziga qaytish kerak. Masalan, siz dori yoki qaysidir badni iste'mol qilasiz, lekin boringki 4-5 mahalliy ovqatlarni qilib o'tiribsiz. Unda insulin darajasi yana ko'tarilishi mumkin. Bu navbatdagi sabab semirishning sababi edi. Va asosiy hammasini bitta qiladigan sababni aytib o'tishim kerak sizga, bu noto'g'ri ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanish nima o'zi? Hamma shuni aytadi. Biz bilamiz shirinlik zararligini, biz bilamiz gazli ichimliklar zararligini deyishingiz mumkin. Noto'g'ri ovqatlanish bu har bir mahsulotni me'yordan ortiq iste'mol qilish. Kechirasiz, agar siz pomidorni ham me'yordan ortiq iste'mol qilsangiz, kletchatka deb siz semirishingiz mumkin. Mevalarni me'yordan iste'mol qilish ortiq, bu ham sizni semirtiradi. Hattoki suvni ham me'yordan ko'p iste'mol qilish sizni semirtiradi. Demak, bilingki, har bir narsani me'yorini unutgan insonda noto'g'ri ovqatlanish hissiyoti paydo bo'ladi. Shu uchun ratsioningizda shirinlik ham bo'lishi kerak, ratsioningizda kletchatkali ham me'yorida bo'lishi kerak. Siz osh ham yeyishingiz kerak, siz kerak bo'lsa grechkani ham yeyishingiz kerak. Mana shu har bitta mahsulotning me'yoriy iste'moli bo'lsa agar biz semirmaymiz. Noto'g'ri ovqatlanish qayerdan boshlanadi? Tanamiz umumiy hisobda kaloriya sarflaydigan eng katta organizm hisoblanadi. Ya'ni siz iste'mol qilasiz. Bir tarelka osh misolida yana aytamiz. Bir tarelka oshda kelingki 600 yoki 500 kaloriya bor deylik. 500 kaloriya. Biz bir tarelka oshni bir kunda bir tarelka yemaymiz. To'g'risini aytinglar. Biz obedda yeb qo'yamiz uni yoki kechki payt yeb qo'yamiz. Undan keyin yana ovqat yeymiz, non yeymiz, salatlar yeymiz, suv, choy, qancha narsa yeymiz. Siz bir kun bitta jadval oling-da, yeyotgan mahsulotingizni har bittasini yozib chiqing. Bir kunlik ratsioningiz oddiy aytaman, xuddi 3 kunga yetadigan darajada ko'p aslida. Bir tarelka oshni iste'mol qildik, tanaga kirdi va mana shu 500 kaloriyani 70% bu 350 kaloriyasi tanani organlari uchun kerak bo'lar ekan. Tana mana shuni organ uchun ishlatadi. Sizni tanangiz 500 kaloriyani 500ni polni nima uchun sarflamaydi? Semirish uchun sarflamaydi. Ko'pchilik osh yesa, voy semiraman. Nima yesam, voy semiraman deydi. Yo'q. Aslida mana shu kaloriyaga e'tiborli bo'lsak, tana iste'mol qilayotgan oziq-ovqatimizdagi 70% kaloriyani o'z ehtiyojlari uchun, organlarni ishlash uchun, yuragimiz, jigarimiz, qancha organimiz, qancha faoliyat bor bir butun tanada, qancha hujayralarimiz o'ladi, qanchasi bir kunda tiriladi. Mana shularni ishlashi uchun, hatto meni sizga gapirishim uchun kechirasiz 3 soat gapiray. 3 soat gapirganimni o'zida charchab qolaman. Nimaga? Men kaloriya sarflayapman. Qaysidir ma'noda mana fiziologik mehnat qilyapman. Mana shuni sarf uchun tana menga kaloriya ishlab chiqarib beryapti. Mana shu organlarni ishlash uchun 70% ni ishlatadi. Atigi 30% ni biz tanada olib qolishimiz mumkin. Mana shu 30% ni to'g'ri sarflashni bilsak agar bizda semirish bo'lmaydi. Masalan, bir kunda hech bo'lmasa 15-20 daqiqa piyoda yurish, hech bo'lmasa 4-etajgacha 2-3 marta zinadan tushib chiqish, qaysidir ostanovkagacha piyoda yurish, xullas fiziologik harakatimiz mana shu iste'mol qilayotgan ovqatimiz bilan teng bo'lsa, biz na ozamiz, na semiramiz. Buni oddiy tarozi misolida aytaman. Tarozini pallasiga 1 kilolik toshni qo'ying, 1 kilo guruchni qo'ying. Teng bo'ladimi? Oziq-ovqat iste'moli ham xuddi shunaqa. Siz 500 kaloriya yeyapsizmi? 350 ni tanani o'zi avtomatik ishlatsa, 150 ni sarflasangiz bo'ldi. Xuddi umumiy bir kunlik kaloriyangizni ham xuddi shunaqa deb olishingiz kerak. Agar siz qancha iste'mol kaloriyasi yuqori bo'lsa, masalan 1 kilo emas, 3 kilo tosh, 1 kilo guruch qo'ydik. Kechirasiz, tosh bosadi. 2 kilosi ortiqcha bo'lib qoladi. Mana shu 2 kilo ortiqcha kaloriya bizni tanamizga yog' bo'lib yig'iladi. Marhamat qiling, yog'im qayerdan keldi deb. Mana shu tarozi balansi buzilganda biz semira boshlaymiz. O'zi semirish faqat noto'g'ri ovqatlanishdan emas, men yuqorida sanagan hamma faktorlar bitta bo'ladi. Endi yechim nima? Yechim avtomatik oddiy. Yechim birinchi o'rinda siz ovqatlanishdagi me'yoriy tushunchani to'g'rilashingiz, harakatni ozgina ko'paytirishingiz va gormonal o'zgarishdagi insuliningizga, qalqonsimon bezingizga e'tiborli bo'lishingiz va psixologiyangiz, ya'ni stressga tushishni kamroq qilish, xabarlar
seriallar iloji boricha ularni, ya'ni informatsiyaga qarshi blok qo'yishingiz yoki filtr qo'yishingiz, kuzatmasligingiz yokida iloji boricha kuzatsangiz ham o'zingizni hayotingizga olib kirmasligingiz, emotsiyangizni boshqarishingizni o'rganishingiz kerak. Mana shu faktorlarni yecha boshlasak agar, biz semirishdan oson qutulamiz. Xatolarimiz nima bilasizmi? Xatolarimiz sport zalga chiqamiz yokida uyda mashq qilamiz, non yemaymiz, och yuramiz, xullas biz aynan bittasini qilamiz. O'sha ham ba'zan noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni o'sha 1 kilo toshni qo'ydik, biz 1 kilo guruch emas, 3 kilo guruch, 3 kilo ortiqcha harakatni qo'yamiz. Kimdir bir kunda 1 yoki 2 mahal kam ovqatlanadi, ko'p nagruzka beradi, yuguradi, yuradi, mashq qiladi, och yuradi, o'shangacha ko'proq harakat qilib yog'im eriydi deydi. Bu xato. Ya'ni nima xato bilasizmi? Tana toki o'sha organizmiga kerakli bo'lgan 70% energiyani olmasa, tana yog' zapasini oson bermaydi. Berganda ham siz qachondir yana sportingizni tashlaysiz, ko'proq ovqatlanasiz, o'rnini to'ldirib qo'yadi zaxirani. Chunki tana har qachonda million yil ilgari ham o'sha qanaqadir etapdagi patriarxat zamonlarni bilamiz-da. Mana shu zamonlarda ham insoniyat hozirgi nimada bo'lgan. Bu iloji boricha yashab qolishga kuchli ehtiyoj. Bizda hozir yashab qolishga kuchli ehtiyoj emas, yaxshi yashashga ehtiyoj kuchli. Yaxshi yeyishga, yaxshiroq qilishga ehtiyoj kuchli. Men bilamanki, hech kim oldingi zamonda emas, lekin organizmimiz, miyamiz faqat yashab qolish uchun kurashadi xolos. Agar unga ko'proq bersangiz, u ocharchilik zamoniga tayyorlanganday o'sha g'amlash refleksini uyg'otadi. Mana shu uchun iloji boricha me'yor, harakatni me'yori, oziq-ovqatni me'yori, stresslarimizni me'yori va gormonal o'zgarishimizni ham me'yoriga olib kelib, semirishni oson biza yechishimiz mumkin. Qachon inson ozolmaydi? Mana shuni ham aytib o'tishim kerak, chunki oralaringizda bu ma'lumotlarni oldin 10 marta eshitgan ham yoki birinchi marta eshitganlar ham bor. Qachon inson ozolmaydi? Birinchi o'rinda harakat va pitaniyaning energiyasi bir xil bo'lsa, ya'ni siz o'sha 1 kilo tosh, 1 kilo guruch qo'ysangiz, tarozini pallasi teng va siz tanangiz na ozadi, na semiradi. Bu birinchi sabab. Shunda siz nima qilishingiz kerak? Yechimini ham aytib o'taman. Siz harakatni ko'paytirib, iloji boricha oziq-ovqat kaloriyasini ozgina kamaytirishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi, tanani bir xillikka o'rganishi. Ya'ni bir xil oziq-ovqatlanish tanada plato holatini keltirib chiqaradi. Plato holati masalan sizni har kunlik zavtrigingiz bir xilda tuxum. Oddiy misol yoki bir xilda salat, bir xilda detoks. 3-4 kun bir xil bo'lib keladi, bitta o'zgaradi, yana 3-4 kun bir xil bo'ladi. Oziq-ovqatlarning bir xilligi tanada plato holatini keltirib chiqaradi. Bu bir. Bu ikkinchi sabab. Uchinchi sababi bizni stressimizda uyquning yaxshi bo'lmasligi. Ya'ni uyqu deganda men mana bunaqa olib kelardim, stress gormoni. O'zi bu kortizol. Kortizol stressni bosish uchun bizni tanamizda ko'proq beradi va bu kortizolning yuqoriligi bizda uyqusizlikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Yaxshi uxlamaydigan inson yaxshi ozmaydi. Siz uxlamoqchi bo'lsangiz, demak bilingki sizda ozish jarayoni kechadi. Chunki yog'larimiz uyquda eriydi. Men buni juda ko'p aytganman. Siz uxlaganingizda yog'laringiz tanada erishni boshlaydi. Siz mashq qilganingizda emas, sizni qiziganingizda emas, sizni terlab pishib qilayotgan holatingizda emas. Aynan yaxshi uxlaganingizda sizda ozish jarayoni bo'ladi va semirish ham xuddi shunaqa. Nimaga? Yoshligimizda bola ko'p uxlasa, qo'yur, katta bo'ladi derdilar. Bilasizmi, shuni hech eshitganmiz? Men juda ko'p eshitgan ekanman. Chunki bolachalar ham uyqusida o'sadi. Chunki bu yerda bizda eng kuchli gormonimiz, yosharish, o'sishimiz uchun asosiy bo'lgan gormon melatonin beradi. Mana shu chiroqlarimiz bor, to'g'rimi? Vaholanki bizda melatonin bo'lmaydi chiroq bo'lganda. Telefon nurimiz bormi? Bizda melatonin ishlab chiqarish juda kam bo'lishi mumkin. Afsuski barchamiz uxlashdan bir necha soniya xolos telefonni o'chiramiz. Bir necha soniya oldin. Mana shu har telefonga qarashingiz tanada melatoninni ketkazadi va oqibatda o'sha kortizolimiz yuqori turaveradi. Va siz parhez qilasiz, sport qilasiz, badli ichasiz, hamma narsa qilasiz va afsuski vazn tashlamayapsiz. Mana shu melatoninning kuchi. Yaxshi ozmoqchi bo'lsangiz, yaxshi uxlashingiz kerak. Uyqu oralig'i juda uzoq bo'lishi kerak emas. Asosiy soatlarni bilsak bo'ladi va men aytmayman, 10 dan keyin uxlang yoki 3 dan keyin uxlang. Aniq uxlash soati bu hammada individual.
Chunki hammani tanasi har xil. Meniki siznikiga o'xshamaydi, sizniki atrofdagilaringizniki. Hammani uxlash soati har xil. Faqatgina rejim bilan uxlash kerak xolos. Masalan, men o'zim misolni aytaman. Meni uyqu rejimim 12 dan keyin, chunki meni ishim iloji boricha hammasini tekshirib, darslarni yuborib keyin uxlayman. Va har doim bu rejimda qat'iy amal qilsam, masalan 12 dan ertalabki 6 yoki 7 gacha uxlasam, bo'ldi. Menda hech qanaqa melatoninga nisbatan taqchillik kuzatilmaydi. Bizning xatoyimiz ba'zan kech uxlaymiz, ba'zan esa juda ham vaqtli. Mana shu rejimni to'g'rilab olishingiz o'sha bizning olishimizga, yosharishimizga, yoshligimizni ushlab qolishga kerakli bo'lgan gormonni joyida ishlab chiqaradi. Mana shu gormoningiz yaxshi bo'lmasa, siz olishingiz to'xtab qoladi. Parhez, sport, badla va yordam bermasligi mumkin. Shu uchun ozishni kompleksli boshlash uchun ham albatta uyqu rejimiga ham amal qilish kerak. Keyingi sabab ozolmasligingizni. Bu tanamizda vitamin D ga va magniyga bo'lgan ehtiyojning yuqoriligi. Magniy preparatlari to'g'ri hammaga birdek qo'llash mumkin emas. Atigi dunyoda 100% insonni bilsak, 99% inson magniyga muhtoj bo'ladi. Bu o'sha kortizol gormonimiz bilan bog'liq. Mana shu kortizolni pasaytirish, uyqularimizni tinchlantirish uchun magniy preparatlari bizga kerak. Lekin atigi 1% insonga magniy mumkin emas. Bu nevrologik mishsa bilan bog'liq bo'lgan kasallarda, autoimmunniy kasalligi bor insonlarda magniy preparatlari mumkin emas. Qolgan barchaga profilaktik dozada magniy preparatlari mumkin. Birinchisi bu magniy, ikkinchisi tanamizda vitamin D yetishmovchiligi. Vaqt biz yozga yaqinlashyapmiz va bu yozda biz quyoshdan iloji boricha vitamin D ni olishga harakat qilamiz. Lekin kim 1 soat ko'chada yuradi, quyoshdan zagar olib yuradi. Qora bo'lib qolamiz, konditsionerga chopamiz, zontiklarga mashinani konditsionerini yoqamiz, zontiklar olamiz, to'g'rimi? Iloji boricha bizni o'lkamiz quyoshdan saqlanishga harakat qiladigan o'lka. Demak, biz iloji boricha tanamizda yetishmayotgan vitamin D ni quyoshdan to'g'ri olishimizga harakat qilishimiz, vitamin D ga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz va iloji boricha ratsionimizda profilaktik dozada vitamin D olib kirishimiz kerak. Hali endokrinologimiz vitamin D haqida asobiy uni qanday tekshirish, qanday olib kirish haqida ma'lumotlar ertaga beradi, lekin men ozolmaslikning yana bitta sababida vitamin D ni ayta olaman. Chunki konsultatsiyamga keladigan juda ko'p bemorlarning asosiy muammosi vitamin D tanqisligi. 3-6 chiqadi. Aslida vitamin D ning normasi 30 dan 100 gacha bo'lishi kerak, tanamizda normasi. O'zbekiston sharoitida esa afsuski vitamin D normada o'rtacha yuradigan insonlar juda kam. O'sha vitamin D iste'mol qilib yursagina bo'lishi mumkin. Atak juda ko'pchilikda D vitaminimiz kamayib ketadi. Buni qatdan bilsak bo'ladi. Sochimiz to'kiladi, terimiz quriydi, yuzimizda tez siniqlar tushadi. Chunki vitamin D teri pigmentatsiyasiga ham sabab bo'luvchi vitamin hisoblanadi. Lekin vitamin D iste'molida ham ehtiyot bo'lish kerak va vrach tavsiyasi bilan ichish kerak. Uni o'z boshimchalik bilan kimdir bo'ldi vitamin D ichishing kerak deb ichib olish shart emas. Chunki vitamin D yog'da eruvchi vitamin. Agar u tanangizda bor bo'lsa-yu, siz ustiga ustak ma'lumotingiz yo'q, masalan tanamizda bor, yaxshigina to'la. Lekin biz kimdir ichdegani eshitdikda ichamiz tashqaridan. Mana bu yog'da eruvchi vitamin tanada yig'iladi. Yig'ilgani bizga zarar bo'ladi, chunki toksik holatlarni, ya'ni o'sha zaharli holatlarni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun buni ham tekshirib qilish kerak. Qanday tekshirishni endokrinologimiz ertaga yana podrobniy tushuntiradilar. Va navbatdagi sabab bu suv. Parhez qilasiz, sport bilan shug'ullanasiz, suvni noto'g'ri ichsangiz siz semirishingiz mumkin. Hozir biz issiq mavsumlarga o'sha o'tdik va xursand bo'lishim kerak. Bizda suv ichish madaniyati ancha rivojlangan. Ancha insonlar qo'lida baklashka bilan yurishni, suv ichishlar bilan yurishni odatlantirishda toza suv iste'molini boshlashyapti. Siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, suvni to'g'ri ichish голосовойimni eshiting, ovozli xabarimni va agar siz suv normasini to'g'rilamas ekansiz, tana kerakli o'sha biz aytgan 500 kaloriya bor-ku, bir daqiqa oshdan oladigan. Mana shu kaloriyani 70% ni organizmga sarflaydigan holatini buzib qo'yishingiz mumkin. Chunki tanani 65-70% suvdan iborat. Tasavvur qiling, 65-70%. Biz suyak deb biladigan suyaklarimiz 28% suvdan. Terimizni ham juda katta qismi, umuman butun boshli tanamiz suvga ehtiyoji bor va suvni to'g'ri ichishni, bir kunda hech bo'lmaganda 1-1,5 litr suv ichish qoidasini kiritsangiz agar, sizni olishingiz yana ham davomli bo'ladi. Bugun birinchi darsni
biz bilib oldik va albatta maxsus Telegram kanalimizga qo'shilgan bo'lsangiz, audio va menyularimizni hammasini ko'rib borishingiz shart, chunki ketma-ketma har kuni tashlab boraman va keyingi ertangi darsgacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar kimdir Telegram kanaliga hali ulanmagan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarim profilim shapkasida maxsus havola qoldirganman. Bemalol kirib, ko'rib menyularni ko'rishingiz mumkin. Sog' bo'linglar va har bitta pitaniyaga amal qilasizlar degan umiddaman, chunki biz oldimizda chiqqan har bitta imkoniyatdan qaysidir ma'noda foydalanishimiz kerak. Alloh meni sizlarga qaysidir ma'noda bu yo'lda bittagina kichkinagina chiroqcha nur qilib ko'rsatdi. Bugun siz o'zingiz uchun aktivlik kunini boshlasangiz, shu 5 kun, 6 kun bo'ladigan darslarimizni joy-joyida qunt bilan olib boradigan bo'lsangiz, natijasini 5 kun o'tmasdan o'zingiz ko'rasiz. Holatingizda, organizmingizda, kiloyingizda, santimetr holatingizda hammasida ko'rishingiz mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, tanangiz tozalanishni boshlaydi toksinlardan, zaharlardan. Chunki siz zararli mahsulotlarni maksimum kamroq iste'mol qilasiz. Buni birinchi alomati organizm qaysar bo'ladi. Qaysar bo'lganda ham nima bo'ladi bilasizlarmi? Charchaydi, uyqusi keladi, boshida pitaniyani boshlaganingizda, dieta qilayotganingizda, suv ichayotganingizda ko'nglingiz aynishi mumkin, boshingiz og'rishi mumkin. Bularning hammasi organizmda muhitning o'zgarganidagi bo'ladigan reaksiyasi va bu reaksiya tabiiy holat. Maksimum 3 kundan 4-5 kungacha o'tib ketadi. Iltimos qilaman, mana shu kichkina nurni o'zingizga katta chiroq qilib yaratib olish uchun faqatgina o'zingizga o'ziz yordam bera olasiz xolos. Qaniydi imkonim bo'lganda, uyingizga borib siz uchun ovqatlar tayyorlab, sizni shaxsan ozdirishga imkoniyatim bo'lganda, fiziologik, ruhiy ehtiyojlarim o'sha holatim bunga javob berganda har bitta insonni oldiga borib ozdirishga tayyordim. Afsuski, o'shanda ham qilmaydi. Toki inson o'zini o'zi o'zgartirgungacha natija bo'lishi mumkin xolos. Shunchaki yotib bu darsni divanda yoki ko'rpachada o'tirib tomosha qilib, bo'ldi o'tkazib yorib emas. Bugun boshlash shu qiz bekorga etmagandir. Mayli, chiqmagan jondan umidni boshlang. Ozish aslida qiyin emas. Faqat biz bu ishni juda qiyinlashtirganimizning asosiy sababi biz qunt bilan bu narsani olib bora olmasligimiz. Muvaffaqiyatli insonlarning ham eng katta muvaffaqiyati bu ular tinmasdan harakat qilishi aslida. Tinmasdan harakat qilsangiz, shundagina sizda nimadir o'zgarish bo'ladi. Biz bir kun harakat qilamiz, 3 kun natijani kutib o'tiramiz. Afsuski unaqa emas. Hayot xuddi shu harakatlarga va xuddi shunday kurashga qurilgan ekan. Semizlik, ortiqcha vazn, jonsiz, hech qanaqa joni nafas ham olmaydi, yurmaydi ham, gapirmaydi ham. Oddiy semizlik, oddiy yog'larimiz, o'zimizni yog'larimiz yo o'zimizni yengadi, battar semirasiz bugundan. Yoki-da bugun harakat qilib, xuddi shu jonsiz narsani siz g'alabasini ustidan qozonasiz. Semizlik yo sizni yengadi, yo siz uni. Barchangizga rahmat darsni oxirigacha ko'rganingiz uchun.